Allame Yusuf Sekkaki Uyghur alimi Jamal Qarshining ma'lumotiga qaraganda, Qarxonilarning oxirgi davrida hozirgi Ili vodisida chaqnagan nopozliq Uyghur alimi Yusuf Sekkaki milodiya 1160-yili 11-may Seyshanba tong atar kechisi hozirgi O'zbekistondagi Xorazm viloyatida Abu Bakr Muhammad otliq mo'tavar Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. Onun to'liq ismi Yusuf ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Xorazmi bo'lib, Arabcha klassik manbalarda Sirajiddin al-Xorazmi va Abu Yaqub Yusuf Sekkaki deb qayd qilingan. Abu Yaqub Uyg'urchada Yaqubning otasi deganlik bo'lib, Yaqub ismlik o'g'li bo'lg'ashqa uchun mushu taxallus bilan shuhrat topgan. Bu holat islom diniga kirgan barliq millatlarda paydo bo'lgan yangi yuzlanish edi. Uningdan boshqa, uning Sirajiddin, ya'ni dinning chirig'i deb shuhrat topganligi uning ilmiy sohada cho'ng bo'sish hosil qilib, keyingilar uchun, barliq bilimlar uchun ochqush bo'la oladigan o'lmas bir asar qoldirib ketganligi edi. Uning Sekkaki degan taxallusi uning otasining metal o'ymachilik kasbidan kelgan edi. Yusuf Sekkaki kichkidan boshlab otasining va yurtdagi kattalarning bevosita tarbiyasida muntizim tarbiya ilib, keyingi ilmiy emgaklari uchun dasmoyi to'plagan. Keyincha u davomli tirishib o'qib, Mavraun Nahirning eng nopozliq olimlaridan Shayxul Islom Mahmud Harisi, Sadid Xayyati va boshqa ilmda kamolatga yetgan olimlarda bilim oshirib, 40 yoshga kirmay turibla o'z davridagi barliq diniy va ruhoniy bilimlarda kamolatga yetgan. Keyincha Xorazm Shoh va Qarxonilar o'rtasidagi urushlardan norozi bo'lib, Iron va Iroq taraflarga safar qilib, butun arab dunyosi va islom dunyosidagi ilm ahllarini hozirgacha qattiq hayron qoldirib kelgan o'lmas asri Miftahul Ulum, ya'ni ilmlar ochqishi nomli asrini yozgan. Afsuslanarligi Sekkakining astrologiya, sehrgarlik, tilsimat sirlari, kahinlik, ramballik va baxshilikqa oid Mushafur Zuhra nomli asri va Risolatul Valadiya nomli asrlar zamonimizgacha yetib kelgan. Olim Yusuf Sekkaki balog'atga yetganda Qadinas ustozining orzuliq qizi bilan o'ylanib, Yaqub ismli bir o'g'il farzand ko'rgan. Shu vajidan tarixiy manbalarda Sekkaki Abu Yaqub deb xotirlangan. Yusuf Sekkakining eng cho'ng orzusi Xitoylarning ishg'oli ostiga tushib qolgan Qarxonilar zimini va ularga yerim beqindi bo'lib qolgan Xorazm shohligini dushmandan ozod qilib, Turan ziminini o'zidan 2 asr burungi qudratlik va gullangan holatiga qaytarishni orzu qiladi. Shuna u harbiy, siyosiy sohalardami cho'nqur izlanib, Xorazm shohligining 1199-yildan boshlab Xitoy xonligidan rasmiy qutulib, qayta qudrat tepishini kapolatga ega qilgan. Chingizxon Osiyoning ko'p qismini egallagandan keyin ziminlarini 4 o'g'liga bo'lib bergan. Bu chaqda Yusuf Sekkaki burunqi Qarxonilarga tava bo'lgan barliq ziminlarning Chag'atayga bo'lib berilganligini ko'zda tutib, ilm ma'rifat yurtlarining 1221-yildagi Buxorodek xonavayron bo'lib ketishini to'sib qilish uchun Chag'atayning yangi davlat qurib chiqishiga yordam berish qaroriga kelgan. Uning ustiga Chag'atay Yusuf Sekkakining danqini anglagandan keyin uni nurg'un qitim taklif qilib, yangi davlatini qurib chiqish ishlarida yar yo'lak bo'lishini o'tingan edi. Chag'atay Samarqandni poytaxt qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, keyincha yangi poytaxt qurishni qaror qilib, Yusuf Sekkakini bu ishga tayinlagan. Yusuf Sekkaki o'zining mo'l jo'g'rofiya bilimiga asoslanib turib, qo'lidagi xaritalar asosida bir necha oy chorlab tekshirgandan keyin hozirgi Munbat Ili vodisining yangi poytaxt bo'lishga mos keladigan birdan-bir yaxshi o'rin ekanligini bayqagan. Chag'atay Ili vodisiga Sekkaki bilan birga kelgandan keyin bu yerdan ayrilg'usi kelmay qolgan.
Chunki Munbat ili vodisining 3 atrofi tog'lar bilan qo'rshalgan bo'lib, poytaxt bo'lishga eng loyiq yer edi. Biroq uning andishisi raqib aksi Jojining g'arbiy qarg'onilar tuproqlarini tortib olishi edi. Yusuf Sakkaki Joji va uning o'g'li Batuxonni yangi qurilg'usi Oltin O'rda xonligining yangi poytaxtini Xorazmdan Edil daryo bo'yiga yo'tkashga qoyil qilgan. Chag'atay buningdan nihoyatda xushal bo'lib, Yusuf Sakkakini davlat otisi sifatida hurmatlab, xonlikning bosh vaziridanmi ustun qo'yg'ashqa, o'rdadagi ko'p qism hasadxo'r amaldorlarning Yusuf Sakkakiga bo'lgan dushmanligi kuchayib ketgan. Jamal Qarshining bayonlariga qaraganda, xonlikning vaziri boshliq amaldorlarning Yusuf Sakkakiga bo'hton to'qib, zindonga oldirishi va jiniga zomin bo'lishiga sabab bo'lgan. Yusuf Sakkaki nuqul arab tiliga oid bo'lgan 12 turlik ochqushliq eng muhim bilimlarda to'liq kamolatga yetib qolmasdan, balki insonning aqli zodli yetmaydigan ajoyib g'aroyib tilsimat bilimlarda to'liq kamolatga yetgan edi. U nuqul stilistika va grammatika sohasida emas, balki sehrgarlik, astronomiya, koinotning sirlari, osmon va bo'shliqning sirlari va boshqa normal insonning aqli yetmas tilsimat bilimlarda kamolatga yetgan edi. Chag'atay buningdan xeli burulla xabar topgan bo'lg'ashqa, Sakkakini o'ziga iltifot qildirish uchun ko'p kuchab ketgan edi. Yangi poytaxt Olmaliq shahri Yusuf Sakkakining bevosita loyihalab chiqishi va ta'limoti bilan insho qilingandan keyin o'rdadagi hasadxo'r amaldorlarning uningga bo'lgan adovatini texmi kuchaygan. O'rdadagi hasadxo'r vazirlarning chekimchiligi bilan Chag'atay xon 1226-yili Yusuf Sakkakini hozirgi Kangsoyga alohida yasatgan to'mir qopliq zindon ichiga solab qo'ygan. Oqibat Yusuf Sakkaki oxirgi 3 yillik umrini zindonda o'tkazgan va 1229-yili 1-iyun juma kuni zindonda vafot bo'lgan.